Ertaklar. Xalq og'zaki ijodining eng qadimiy turlaridan biri ertakdir. Xayoliy va hayotiy voqealar asosida qurilgan, tarbiyaviy ahamiyatga ega og'zaki hikoyalar ertaklar deyiladi. Ertak turli hududlarda matal, ushuk, varsaki, cho'pchak tarzda ham nomlanadi. Ertaklarda xalqning orzu-umidlari, intilishlari, urf-odat va an'analari aks etadi. Xalq ertaklari quyidagi xususiyatlarga ega. Ertaklar birinchi. Ertaklar xalq og'zaki ijodining epik turiga mansub. Ikkinchi, ertaklar asosan nasrda yaratiladi, faqat ayrim asarlardagina Yoriltosh, Tohir va Zuhra va hokazolar. Qo'shiqni eslatuvchi she'riy parchalar uchraydi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan boshlanmasi va murod maqsadiga yetibdi yakunlanmasi ertaklarning an'anaviy belgisi hisoblanadi. Xayoliy fantastik tasvir ertaklar sujetida qo'llanadigan ustuvor usuldir. Ertak kirish qismi voqealar rivoji tugallanmadan tashkil topadi. Folklorshunos olim Omonulla Madayev bunday yozadi. Ertaklarda xalq tiliga mansub so'zlardan o'rinli foydalaniladi. Aytuvchi o'z hikoyasini sodda gaplardan tuzilgan aniq fikrlar vositasida davom ettiradi. Bu janrga mansub asarlarda albatta qizlar 14 kunlik oydan go'zal, yigitlar mard qilichlar keskin, dasturxonlar ochiluvchan, xumlar qaynama xususiyatga ega bo'ladi. Ertaklarda juda boy va turli tuman o'xshatish, sifatlash, mubolag'alar majmuasiga duch kelamiz. Shuning uchun ham xalq og'zaki ijodi tarkibidagi bu asarlar haqiqiy ma'noda qadriyatlar namunasi. Madaniy merosimizning noyob gavharu injulari darajasida e'zozlanadi. Zavqli mutolaa. Uchog'ayni botirlar. Ertak birinchi qism. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir kishi bo'lgan ekan. Boy ham, kambag'al ham emas ekan. Uning 3 ta o'g'li bor ekan. 3 chovi ham o'qigan, oq u qorani tanigan. Yuzlari oydek, o'zlari toydek, yomon bilan yurmagan, yomon joyda turmagan ekan. To'ng'ichi 21, o'rtanchasi 18, kenjasi 16 yoshda ekan. Bir kuni otasi ularni oldiga chaqirib, har birining peshonasini silab, "O'g'illarim, men boy emasman. Mendan qoladigan davlat sizlarning maishatingiz uchun kifoya qilmaydi. Mendan ortiq narsani umid qilib o'tirmanglar. O'zimdan keyin baxtsiz bo'lib qolmanglar" deb sizlarni o'qitdim. Yaxshi ism qo'ydim, to'y qildim, voyaga yetkazdim. Buning ustiga sizlarni yana 3 narsa bilan tarbiya qildim. Birinchisi, sog'lom vujudli qilib o'stirdim. Quvvatli bo'ldingiz. Ikkinchidan, yarog' bilan tanishtirdim. Qurol ishlatishga usta bo'ldingiz. Uchinchidan, qo'rqitmay o'stirdim. Qo'rqoq bo'lmay, botir bo'ldingiz. Yana 3 narsani aytaman. Qulog'ingizga quyib oling. Esingizdan chiqarmanglar. To'g'ri bo'ling, bexavotir bo'lasiz. Maqtanchoq bo'lmang, hijolat tortmaysiz. Dangasalik qilmang, baxtsiz bo'lmaysiz. Bundan boshqasini o'zingiz biling. Qora toy, saman toy va ko'k toyni asboblari bilan tayyorlab qo'ydim. Xurjunlaringizni bir haftalik ovqat bilan to'lg'izdim. Baxtingiz yo'lda. Topmoq uchun dunyo kezgani chiqing. Dunyoni taniyman, dunyo kishisi bo'lmaysiz. Baxt qushini ushlamoq uchun baxt oviga chiqing. Xayr, o'g'illarim, deb turib ketdi. O'g'illari suyunib, safar tayyorgarligini ko'rib, erta tongda otlanib yo'lga tushdilar. 3 og'a-ini kun bo'yi yo'l yurib juda uzoq ketdilar. Namoz vaqti bir joyga yetdilar. Kechasi yo'l yurmoqni munosib ko'rmay, shu joyda yotib qolmoqlikni ma'qul topib, otlaridan tushib, istirohat qilib, ovqat yeb, yotish oldidan o'zaro bunday maslahatga kelishdi. Bu joy to'qayzor ekan. Biz uzoq yo'l bosib kelganmiz. Charchab uxlab qolsak yaxshi bo'lmas. Kechani 3 qismga bo'lib, har bir qismida biz bir-birimiz navbat bilan soqchi bo'lib uyg'oq turaylik. To'ng'ich aka birinchi navbatni oldi.
ikkala ukasi uyquga ketdi. Chiroq lipillab yonib turar edi. Aka yonidagi yarog'ini o'ynab, atrofdagi daraxtlarni tomosha qilib bir qancha vaqt o'tirdi. Jimjit, hech narsa shit etmasdi. Hamma narsa uyquda. Kecha oydin edi. Bir vaqt to'qay ichidan bir sharpa ko'rindi. To'ng'ich Botir hech qo'rqmadi. Yarog'ini yalang'ochlab tayyor bo'lib turdi. Bular tushgan to'qayning narigi tomonda bir sherning makoni bor edi. Bulardan boshqa hech kim bu joyga tushmas, hatto boshqa hayvonlar ham bu joyga kelgani qo'rqar edi. Sher bularning hidini bilib, yemoq uchun asta-sekin uyasidan qo'zg'alib chiqib keldi. To'ng'ich Botir sherni o'ldirishga ishonsa ham, ukalarim bezovta bo'lmasin deb to'qayning bir tomoniga qarab qochdi. Sher kuvdi. To'ng'ich Botir panaga yashirinib, sherning orqa tomoniga qilich bilan urib, uni yaraladi. Sher Botirga tashlanmoqchi bo'lib, Botir chap berdi. Sherning oyog'iga qilich urdi. Sher bor kuchini to'plab Botirga tashlandi. Botir yana chap berdi. Boshiga qilich solgach, sher yiqildi. Yana bir zarba bilan sherning hayotiga nuqta qo'yildi. Sherning ustiga minib, terisidan bir tasma shilib oldi. Ustidan beliga mahkam bog'lab, hech narsa ko'rmagandek yana ukalarining yoniga kelib o'tirdi. Soqchilik navbati o'rtancha Botirga keldi. Hech qanday voqea ro'y bermadi. 3-Botir turdi. Tong otgach soqchilik qildi. Hech narsa ko'rmadi. Birinchi kecha shu bilan tugadi. Erta bilan yana yo'lga tushdilar. Kechgacha yo'l yurdilar. Yo'l yursalar ham mo'l yurdilar. Bir tog'ning etagiga tushdilar. Tog'ning chap tomoni keng qo'riq edi. O'rtada bittagina baqaterak bor edi. Baqaterakning tagida bir buloq, uning oldida supa, tog'ning tagida g'or bo'lib, unda ilonlar podshohi Ajdar Sulton yolg'iz yashar edi. Botirlar bugun shu yerga tushdilar. Otlarini boylab, xashak solib, haligi supaga o'tirib, istirohat qildilar. Ovqatlarni yeb bo'lgach, uxlash oldidan avvalgiday navbat bilan poyloqchilik qilishdi. Birinchi navbat To'ng'ich Botirga berildi. Undan keyin o'rtancha Botirga keldi. Buning navbatida kecha oydin jimjit edi. Bir vaqt haligi g'ordan vahimali ovoz eshitildi. O'rtancha Botir qo'rqmadi, jim turdi. Faqat akasi bilan ukasining bezovta bo'lishidan tashvishlanar edi. Ko'p vaqt o'tmadi. G'orning ichidan boshi xumday, uzunligi xariday. Xari so'zining ma'nosi imorat to'sinlari ostidan ko'rinadigan, qo'yiladigan uzun yog'och, asosiy yog'och. Uzunligi xariday ajdar o'rmalab, bular sari kela boshladi. O'rtancha Botir supadan tushib, qo'riqning narigi tomoniga qarab qochdi. Odam borini bilib chiqqan ajdar o'rtancha Botirga qarab o'rmaladi. Botir ajdar hamlasiga chap berdi va uning dumiga qilich solib yaraladi. Ajdar Sulton aylanib qoldi. O'rtancha Botir yana poylab turib, ustalik bilan uning beliga qilich soldi. Ajdarning ahvoli og'irlashib, hansirab qoldi. Botir so'nggi zarba bilan ishini tugatdi. Ajdar terisidan bir tasma kesib, ichidan beliga bog'ladi. Hech narsa ko'rmagandek supaga borib o'tirdi. 3-navbat Kenja Botirga keldi. Hech nima sodir bo'lmadi. Tong otdi, uyg'ondilar. Yana otlanib yo'lga tushdilar. Tog'lar, cho'llar, dasht-daralardan o'tib, kun botganda bir tepalikka yetdilar. To'xtab kechani shu yerda o'tkazmoqchi bo'lib, otlardan tushib, tepalikda istirohat qilib o'tirdilar. Ovqat qilib yeb yotarda yana soqchilik navbati To'ng'ich Botirga. Undan so'ng o'rtancha Botirda eng